Aziz o'quvchilar, arab tilida matnlarni bir-biriga qo'shib ulab o'qiyotganimizda e'tibor qaratadigan bo'lsak, lam alifni turli holatlari bor. Mana bunday holatda, mat holatida, hamza bilan, hamza esa alif lamning o'rtasida kelish holatlari ko'p uchraydi. Buni bir-biridan farqlari qanday, bularni biz qanday o'qishimiz haqida ushbu videomizda batafsil ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Albatta ushbu videomizni oxirigacha ko'ring. Bu videodan so'ng sizda arab tilidagi matnlarni o'qish tezligi yanada aniq va ravon, eng muhimi yanada go'zallashadi. Assalomu alaykum arab tili ixlosmandlari, sahifamiz obunachilari, ilm shaydolari. Bugun sizlar bilan arab tili matnlarini o'qiyotganimizda lam alifning holatlari va biz uni qanday o'qiymiz, qachon, qancha vaqt cho'zamiz va ularni bir-birlaridan farqlar haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Eng muhim qoidalar, eng kerakli eslatmalarni yodingizda yana ham saqlashlik uchun yoningizga albatta daftar, ruchka, qalamlarni olib, qoidalarni, muhim joylarini albatta yozishni unutmang. E'tibor qaratamiz, biz darsni boshladik, doskaga qaraymiz. Aziz o'quvchilar, lam alifni biz arab tili matnlarida turli xil holatlarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi holat, masalan, eng mashhur uchraydigan holat bu la. Mana bunday matli ko'rinishda keladi yoki mana o'zi sukun bo'ladi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, arab tilida sukun belgisi ha harfini so'z boshidagi ko'rinish kabi yozilib, mana bunday holatda lam alif keladi va mana bu eng ko'p o'quvchilarni qiynaydigan holat, lam alif sukun bo'lib, alif bilan lamni o'rtasida hamza fathali bo'lib kelishi. Mana shu holatda ularni bir-biridan farqlarini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Endi qaraymiz. Birinchi holat, eng ko'p uchraydigan holat bu birikma bo'lib, buni biz bilamiz, yana bitta eslab olamiz, lam alif deymiz. Buni nima der ekanmiz? Lam alif. Yana ham ko'proq xalqimizda mashhur bo'lgan holat lom alif. Lom alif deb aytiladi. Endi qaraymiz. Buni qaysi biri lom, qaysi biri alifligiga qaraymiz. Aziz o'quvchilar, biz tabiiy mat mavzusini o'tganimizda mat harflari 3 ta edi. Alif, vav, ya. Takrorlayman, mat harflari 3 ta. Alif, vav, ya. Alif qachon mat bo'lardi desak, alif harfi o'zidan oldin fatha kelib, o'zi harakatsiz sukun bo'lsa, biz uni a deb 2 harakat cho'zar edik. Xuddi shu holat mana lam harfi so'zni boshida, tepasida fatha turibdi. Alif harfi unga ulanyapti. Ya'ni lam undan keyingisi alif. Shunda biz uni la deb o'qirdik. Shu birikmani mana bunday holatda yozilmoqda. Shunda aziz o'quvchilar, mana bu birinchisi lam, ikkinchisi alif. Mana lamni harakati fatha, biz uni lam alif deymiz va o'qilishi la deb 2 harakat cho'zishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tabiiy mat holatida la deb 2 harakat cho'zamiz. Bu qanday bo'ldi desak, diqqat qiling, alif harfi o'zidan oldingi lam harfiga qo'l berdi, ya'ni ulandi. Ana o'shanda mana la deb tabiiy mat bo'lyapti. Biz buni arab tili matnlarini o'qiyotganimizda har doim la deb 2 harakat cho'zamiz. Masalan, ekrandagi arab tilidagi matnlardan misolni ko'rishingiz mumkin. Misol uchun la ya'lamu, la taj'alu, la yaqulu. E'tibor qaratsangiz, mana la deb cho'zyapman. La ya'lamu, la taj'alu, la yaqulu va hokazo. Shu holatda biz la deb 2 harakat cho'zib o'qishimiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, endi lam alifni ikkinchi eng ko'p uchraydigan yana bir holatini ko'ramiz. Doskaga ahamiyat qarating. Bu harf odatda mana bu belgini bilamiz. Yana bir eslatma sifatida aytaman. Mana bu to'lqinsimon belgi, chiziqcha, qoshcha deymiz, to'lqinsimon belgi mat belgisi hisoblanadi. Mat nima degan edi? Mat so'zi cho'zish, uzaytirish degan edi. Shunga ko'ra matni turlari bor. Masalan, ko'p cho'zadiganimiz 4, 5, 6 harakat yoki tabiiy mat hukmida 2 harakat cho'zilish holatlari bor. U qoidaga muvofiq o'qiladi. Endi siz mana bu lam alif kelganda bundan nima farqi bor? Buni la deb 2 harakat cho'zamiz dedik boshida. Buni qanday cho'zamiz desa, buni holati quyidagicha. Bu lam alif kelganda bundan keyingi jumlada, ya'ni kalimada, lam alifdan keyingi kalimada qat'iy hamza borligini bildiradi.
Qat'iy hamza nima deyilsa, qat'iy hamza o'zgarmas hamza, qat'iy turadi, o'zgarmaydi. Mana shu qat'iy hamza bo'lganligi sababidan bu lam alifni biz la deb 2, 4 hamda 5 harakat cho'zishimiz mumkin bo'ladi. Takrorlayman. Bu lam alif mat, ya'ni cho'zishni bildiradi. Bu nimanga ko'ra desa, bu lam alifdan so'ng bu belgi turganligi uchun, mat belgisi turganligi, undan keyingi kalima qat'iy hamza bilan boshlanganligini bildiradi. Mana arabcha matnlarni o'qiyotganingizda e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, undan keyingi so'zga, qo'shiqdan keyingi so'zda albatta qat'iy hamza turgan bo'ladi. Ya'ni o'zgarmaydigan hamza. Ana shu holatda buni biz la deb 2, 4 hamda 5 harakat cho'zishligimiz mumkin bo'ladi. Masalan, misol uchun wala umiru, wala ko'ryapmizmi? Ko'proq cho'zishimiz mumkin. Wala umiru yoki la antum, la antum, ya'ni ladan keyingi kelayotgan, ahamiyat qaratayotgan bo'lsangiz, la umiruda mana hamza kelyapti, la antumda ham qat'iy hamza kelyapti. Mana ekranda ko'rinib turgan matnlarda la antumda alifni tepasidagi hamza qat'iy o'zgarmaydi, yoki la umirudagi hamza ham nima ekan? O'zgarmaydi. Shu nuqtai nazardan biz buni 2, 4 yoki 5 harakat cho'zamiz. Sababi undan keyin qat'iy hamza kelgani uchun. Aziz o'quvchilar, 3-holat doskaga qaraymiz. Lam alif sukun turadi, ya'ni sukun belgisi biz arab tili kitoblarini o'qiyotganimizda ha harfini so'z boshidagi ko'rinishi bilan yozilardi. Mana shu holatda va alifni tepasida hamza bo'ladi. Buni qanday o'qiymiz? Uning uchun o'zi aslida nima tarkibda tashkil topganligini ko'rishimiz kerak. Ahamiyat qaratamiz bu lam, bu yerda sukun turibdi, lam sukun. Undan keyingi alifda esa tepasida nima bor? Hamza fatha bilan kelyapti. Ya'ni harakatli bo'lib kelyapti. Biz bu borada YouTube sahifamizda hamzaning ko'rinishlari haqida gaplashgandik. Mabodo oramizda hali bu mavzuni ko'rmaganlar bo'lsa, YouTube sahifamizda hamza va uning turlari haqida katta maxsus alohida video darslik qilganmiz. Shu video darsimizda ham ta'kidlaganmizki, hamza alifning so'zni o'rtasida, oxirida keladigan holatda qo'shiladi, tepasida bo'ladi deganmiz. Mana shu holat bo'lyapti. Ya'ni bu yerda lam sukun va alifning tepasida nima ekan? Hamza harakatli fatha bilan kelyapti. Shunda odatda har doim arabiy matnlarni, kitoblarni o'qiyotganingizda mana bu lam alifni oldida alif mana bunday holatda keladi. E'tibor qarating, alif harfi mana bunday sod harfini so'z boshidagi ko'rinishi bilan keladi. Bu yerda bu belgi vasli hamzani bildiradi. Ya'ni biz ulab o'qiyotganimizda buni nargi so'zga, nargi harfga ulab ketamiz, o'qimaymiz. Bu yerda vasli hamza bor, ulash vaqtida u talaffuz qilinmaydi. Har doim e'tibor qarating, mana shunday holat bo'layotganda, mana bu lamni oldida bu alif mana shunday holatda keladi. Endi biz uni qanday o'qiymiz desa, biz oxirgi o'qiyotgan jumlamizni lamga urib, ya'ni harakatini fatha kasrani qo'shib, mana bu yerda alifni harakati nima? Hamzani harakati fathami? Bu fathani o'qishimiz kerak bo'ladi. Xulosa, bu yerda lam hamda alif, lam harfi sukun ekanligini bildiradi, hamda alifni tepasidagi hamzaning harakatini o'qishimiz kerak. Misol tariqasida fil ardi, bu juda ham ko'p keladi. Misolga e'tibor qarating. Fil, mana l ga urdim. E'tibor qaratadigan bo'lsangiz, mana bu yerda alif turibdi. Misolda ham alifning tepasida vasli hamza, ya'ni o'tib ketishni bildiradi. Lam sukun turibdi. Fil, hamzani harakati a, ardi deb o'qiymiz. Masalan, yana ikkinchi misol. Alal afidah. Mana alal deb turib lamga oxirgi harakatni urdik, ya'ni uladik. Alal hamzani belgisi nima ekan? Fatha ekan. Afidah deb o'qiymiz. Bu yerda diqqat qiling aziz o'quvchilar. Mana bu la kabi yoki bu kabi la deb cho'zishliklar yo'q. Bu yerda hech qanday mat yo'q. Lam harfi sukun ekanligini, hamzani esa cho'zmasdan o'qish kerakligini bildiradi. Aziz o'quvchilar, eng ko'p uchraydigan 4-holat. E'tibor qaratamiz doskaga. O'zi odatda ko'p o'quvchi arab tilida matnlarni, jumlalarni o'qiyotganda aynan mana shu holatda
uni qachon cho'zamiz yoki nimani evaziga cho'zayotganligida ko'plab muammolarga duch keladi. E'tibor qaratamiz. Qarang. Mana lam harfi sukun turibdi. Alif bilan lamni o'rtasida hamza fatha bilan turadi. Diqqat qiling, bu mana bunday holatda emas. Bunda biz aytdikki, yuqorida 3-holatda aytdikki, lam ba'zi paytda bu sukunli, ba'zi paytda harakatli bo'ladi. Buni misollarini ham ko'ramiz yana. Hamda alifni harakati, demak fatha hamza bilan kelyapti mana. Hamzani harakati mana fatha alifni ustida turibdi. Bu yerda. Lekin bu oxirgi hozirgi o'rganayotgan 4-holatimizda esa lam sukun, alifni harakati yo'q, o'zi harakatsiz bo'lgandan keyin sukun bo'ladi. Lam bilan alifni orasida hamza kelyapti. Bu qanday o'qiladi desa, buni tarkibi qarang mana. Lam harfi birinchisi, mana bu lam harfi. Ikkinchisi qo'shilgan hamza, mana bu qo'shilgan hamza va alif harfi o'zidan oldingiga ulanishlik holati. E'tibor qaratadigan bo'lsak, qoidalarni o'rganganliklaringizda alifdan oldin hamza kelib, ikkalasi bir nimanda bo'lsa, kalimada bo'lsa, jumlada bo'lsa, nima bo'lardi? Uni biz ikki harakat cho'zishimiz kerak edi. Buni badal mat deydi. Badal mat mavzusida ko'rsangiz bo'ladi. Bu mavzuni kengroq tushunib olasiz. Badal mat. Ya'ni bu yerda lam sukun turibdi, undan keyin hamza va alif. Alifdan oldin hamza kelib, uni harakati mana fatha-ku. Alifdan oldin hamza kelib, ikkalasi bitta kalimada bo'lyapti. Badal mat deb tushuntiryapman buni. Biz uni ikki harakat a deb cho'zishimiz kerak. Ya'ni biz buni la deb cho'zmaymiz, mana buni o'zini. Misol uchun mana ekrandagi misollarga qaranglar. Fil axiroti, mana fil deganimizda lamni sukunli qildik. Mana fil tepadagi a ni aytdik-ku, badal mat deb ikki harakat cho'zamiz. Fil axiroti, a deb ikki harakat cho'zamiz. Lani emas, a harfini. Fil axiroti. Ikkinchi misol uchun o'qiydigan bo'lsak, fil ayati, mana a deb ikki harakat cho'zaman. Fil ayati emas yoki fil axiroti emas, fil axiroti, fil ayati. Yada ham mat bor, u kichkinagina tayoqcha. Bu yerda ahamiyat beradigan joyimiz a deb ikki harakat cho'zamiz. Uni qayerdan bilamiz desak, e'tibor qarating, sizga bir asosiy shpargalka variantini aytaman. Mana bu o'qiyotganingizda, arab tili matnlarini o'qiyotganingizda lam sukun bo'lib, alif bilan lamni orasida agar hamza keladigan bo'lsa, har doim uni a deb ikki harakat cho'zib o'qishingiz kerak bo'ladi aziz o'quvchilar. Mana aziz o'quvchilar, arab tili ixlosmandlari lam alifni ko'rinishlari haqida gaplashib oldik. Endi bizda bitta muhim qoidamiz bor. Takror bilimlar otasi. Hozir o'tgan mavzumizni bitta yaxshilab, mustahkamlab takror qilib olamiz. Biz arab tilidagi matnlarni o'qiyotganimizda lam alif 4 ta mana shunday holatda kelar ekan. Birinchisi, bu yerda lam alif birikmasida birinchisi lam, ikkinchisi alif ekan. Uni har doim ikki harakat la deb cho'zib o'qir ekanmiz. Buni lam alif deymiz. Birinchisi lam, ikkinchisi nima ekan? Alif. Endi lam alifning ikkinchi holati. Odatda arab til matnlarini o'qiyotganimizda ba'zi holatlarda mana bunday to'lqinsimon chiziq bo'ladi. Bu nimani bildirardi? Mat belgisini, mat degani cho'zish, uzaytirish, cho'zib o'qish edi. Mana bu mat belgisi keladigan bo'lsa, har doim undan keyingi kalimada, undan keyingi so'zda qat'iy hamza borligini bildirar ekan. Biz uni la deb 2, 4, 5 harakat cho'zishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi uchinchi holat. Odatda lam harfi sukun yoki mana bunda bor-ku, lam harfi ba'zi payt harakatli bo'lishi ham mumkin. Misol uchun kasra bo'lishi mumkin yoki zamma yoki umumiy harakatli bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat cho'ziqlik yo'q. Ya'ni misol uchun fil ardi dediga, bu yerda lamdan keyin kelgan alifni tepasida hamzani harakati bor, ya'ni fatha bilan, ya'ni alif hamza bilan kelganligini bildirar edi. Bu yerda cho'zib o'qimasdik, ya'ni fil ardi yoki alal afidah deb o'qidik. Keyingisi 4-holat. Bu yerda badal mat bor dedik, ya'ni cho'zib o'qishlik qanday bo'ladi? Lam alif harfida mana bu yerda lam sukun, birinchi lam, ana undan keyin mana bunday hamza qo'shilyapti va undan keyin alif. Alifdan oldin hamza kelib, ikkisi bir kalimada bo'lsa, uni ikki harakat cho'zamiz. Misol uchun fil ayati deb a deb cho'zamiz yoki misol uchun
fil axiroti deganimizda a deb ikki harakat cho'zib o'qishimiz kerak bo'lar ekan. Aziz o'quvchilar, ushbu video darsligimiz siz uchun foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Albatta kerakli joylarini rasmga olib, kerakli qoidalarni, kerakli o'rinlarni eslatma sifatida daftaringizga yozishni unutmang. E'tibor qaratadigan bo'lsam, ko'plab video darslarimizni kuzatayotgan o'quvchilarimiz bizni aynan YouTube sahifamga obuna bo'lmasdan kuzatishayotgan ekan. Hoziroq obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi mavzular qaysi mavzuda bo'lishni xohlaysiz? Qaysi mavzular haqida ko'proq video darsliklarni ko'rishni xohlaysiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring.